Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti organlari tomonidan korrupsiya bilan bog'liq holatlar fosh etilmoqda. Xususan, departamentning Shayxontohur tuman bo'limi xodimlari tomonidan boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Unda fuqaro boshqa bir shaxsning 2 nafar voyaga yetmagan farzandlarini o'zi ishlab kelayotgan respublika ixtisoslashtirilgan rassomchilik maktabiga o'qishini ko'chirib o'tkazib berish evaziga 1000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni talab qilib, 12 million so'm miqdoridagi pullarni pora tariqasida olgan vaqtida ushlangan. Bundan tashqari yana bir hamkorlikda o'tkazilgan tezkor holatda fuqaro boshqa bir shaxsning qizini Navoiy viloyati Navbahor tumani 14-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabidan Toshkent viloyati Olmaliq shahrida joylashgan 18-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabiga o'qishini ko'chirib berishni va'da qilib, fuqarodan pora berishga dalolat qilib, undan 4 million so'mni firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Shuningdek, departamentning Toshkent shahar boshqarmasi ijtimoiy sohada korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari, Davlat xavfsizlik xizmati hamda poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Unda fuqarolar boshqa bir shaxslar faoliyat ko'rsatayotgan davlat xususiy sherikchilik asosidagi maktabgacha ta'lim muassasasida mavjud bo'lmagan tarbiyalanuvchilar sonini sun'iy ravishda oshirib ko'rsatib, natijada davlat byudjetidan subsidiya olish imkonini beruvchi dastur o'rnatib berish uchun 10 ming AQSh dollari va davlat xususiy sherikchilik asosida faoliyat yuritayotgan maktabgacha ta'lim muassasasi litsenziyasi muddatini maktab va maktabgacha ta'lim vazirligida go'yoki yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali uzaytirib berish uchun 300 AQSh dollari talab qilib, 10.300 AQSh dollarini olgan vaqtida ushlanganlar. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda.